Now I understand. Now I understand. Telephone stay this like that. Yeah. Yeah. If you look at this. Now wait. Now is direct. Now it's coming. You know. This is okay. Oh, yeah. So I back. Yes. Yeah. No, you stay there. Status, I think, okay. Yeah. Assalamu alaikum. Bütün dünyadaki barlık vatanseverlerin Şarkı Türkistan'da Uyg'uristonlik qarindoshlar. Bu yertaqi so'zlagan so'zimiz chiqmaga o'xshaydi. Bu yerdan falastinlik bir do'stimiz yordam berib o'tadi. Men qarindoshlar ko'rganinglardek bugun Norvegiyaning Bergen shahri ichida bu yerda o'zim yolg'iz bir namoyishga chiqdim. Bu yerda xabaringlarda bo'lgandek ya Xitoyning ya tashqi hech qanday bir davlatning elchixonasi yo'q. Tashqi davlatlarning elchixonasi bu yerdan Bergen shahridan, ya'ni Osloda 550 kilometr yiroqlikda. Chiqishimdagi asosli sabab buni so'zlashning hojati yo'q. Bugün bu Türkiye'de namoyish bo'lyotdi, dunyoning ham yerida namoyish bo'lyotdi. Bo'libmi Turkiyada bizning namoyishimiz eng yaxshi bo'ldi. Xabarlarda bo'lgandek ularni saqchilar akirib so'rayotdi. Shu qarindoshlarimiz yana shu maydonlarga chiqib, so'qda, qada, yomg'irda bo'lsin, saqchilar taslim o'ltirib o'zining namoyishini davom qilyotdi qarindoshlar. Bu namoyish ularning namoyishi emas. Bizning namoyishimiz. Mening sizlarga deydiganim qarindoshlar, vatandagi millat yana desak, millatimiz, xalqimiz qirilyotdi, o'lyotdi, tugayotdi, quriyotdi. Bu millatning nasli quriyotdi qarindoshlar. Biz mushu Yevropada, Amerikada xotirjam yashayotgan bo'lsak, bu erkin nafas olayotgan bo'lsak, xotirjam uyquda uxlayotgan bo'lsak, bu uyqu bizga taalluq emas qarindoshlarimiz. Bu aşı vatanimizda o'layotgan, qirilayotgan, tugayotgan, bosqinchilik uchrayotgan millatimiz, xalqimizning qon yosh badili. Qon yosh badiligi biz bu zaminning o'zida Yevropada bo'layli, Amerikada bo'layli xotirjam yashayotganimiz. Shuning uchun qo'limizdan kelishicha mayli menga o'xshash bir ulayli, ikki ulayli, uch ulayli, boshqa tashkilotlar albatta ruxsat qildi. Ruxsat qilsin, qilmasin. Turkiyadagi o'xshash bir xalq sifatida bir namoyishimizga takror chiqib turaylik qarindoshlar, bundaq tinch bo'lib ketmaylik. O zamindagi bo'layotgan qirg'inchilikni bizni takror vatanimiz mustaqil bo'lganga qadar o'ltirib, biz buni davomlashtirishga majburmiz qarindoshlar. Bu namoyishimizni yakka bo'laylik, davomlashtiraylik qarindoshlarimiz. Men sizlarga deydiganim shu. Namoyishga chiqaylik qarindoshlar. Dardimizni deylik qarindoshlar. Uyimizda jim yetib olmaylik qarindoshlar. Hech bo'lmagan vaqtimizda Facebook'dan bo'lsin o'zimizning takror noroziligini bildirib turaylik. Qarindoshlarımga deydigan so'zim shu, sukut, mohiyati sukut qilganlik Xitoy tarafida tug'anlik. Ham bu yerda meniki o'zimning bu yerda yana ko'pchilikka deydigan bir narsam bu. Meni men bu plakatlarni ko'pincha mening tunishtirgan plakat shu. Bizning Uyg'urlarga bo'layotgan erkiy qirg'inchilik masalasi Amerikada kun tartibga keldi, Kanadada kun tartibga keldi. Ama Yevropa devletleri bu erkiy qirg'inchilik masalasiga kelgan chog'da yana asta. Bizning mustaqillik ishlarimiz bo'lsin, erkiy qirg'inchilik ishlarimiz bo'lsin, Yevropasiz bo'lmaydi qarindoshlar. Bu shuning uchun biz o'zimizning bu erkiy qirg'inchilik masalasini Yevropaga kun tartibga keltirish uchun mana zaminda yashayotgan, erkin zaminda yashayotgan qarindoshlarimizni Yevropa parlamentlariga, Yevropa hukumatlariga bizning bu vatanimizda bo'layotgan erkiy qirg'inchilikni tunishtirish uchun to'linglardan kelishicha namoyishga, chaqiriqqa har turli kishilarda bo'lishinglarni umid qilaman. Mening bugun bu orqali deydiganim shu, Yevropa, Amerikadagi hukumatlarga va davlatlarga. Yevropa butun dunyodagi insonlikning, adolatning, erkinlikning, demokratiyaning markazi. Vatanimizda bo'layotgan bu erkiy qirg'inchilikqa ularning hech bir zaman shuk tumaydi deb qarayman, ham shuk bo'lmasligini umid qilaman. Shuk bo'lmagan taqdirning o'zidan bu ishlarga tez mas'uliyatchilik bilan mas'uliyatchilik harakat qilishini talab qilaman. Rahmat.